Qiyomat kunida bandalar qabrdan tirilib chiqqanlarida Alloh taolo ularni mavqif deb atalmish bir joyga to'playdi. Ana shu joyda butun Odam alayhisalomdan boshlab qiyomatga qadar yashab o'tgan hamma insonlar bir joyga jam bo'ladi. Alloh taolo ana shu joyda ularni 70 yil qoldiradi. Ular hisoblarini kutib, Allohga nazarlarini tikkan holatlarida, osmonga qaragan holatlarida ana shu joyda 70 yil miqdorda qoladilar deb payg'ambar alayhisalom marhamat qilganlar. Mana shu kun nadomat kuni, mana shu kun hasrat kuni. Banda bu kunda qiyomatda haq ekanligini bilib, bu dunyoda qilmagan solih amallariga, namoz o'qimaganiga, Xudoni tanimaganiga, gunohlarni to'xtatmaganiga, tavbaga shoshilmaganiga, ahli ilmlarning gapiga, so'ziga quloq solmaganiga, ichganiga, chekkaniga, birovni g'iybat qilganiga, yoshlikda behuda o'tkazganiga, avratini ochib behayo yurganiga eng afsuslanadigan kun bo'ladi. Bu kunda odamlar hisob kitobini kutib juda ko'p yig'laydilar. Shunaqangi ko'p yig'laydilar